Drujba Narodovdagi Kamola mahalladan жилой kompleks shoirlardan 2 xonali novostroykamiz. O'rtoqlar bu tomonimizda zalimizning ko'rinishi ahamiyat beringlar, juda ham chiroyli tarzda remontdan chiqqan va narsalari ham did bilan tanlangan. Bu yoqdan chiqishimiz bilan ko'hnaga kirib kelamiz. Ko'hinnilarga ahamiyat beringlar, juda ham chiroyli tarzda qilingan. Mana o'zimga ham rosti yoqdi, nejniy ranglar tanlangan va juda ham chiroyli dizayn qilingan. Bu tomondan chiqishimiz bilan ikkinchi xonasiga o'tamiz. Bu tomonimizda spalniya xona. Stroyniy shkaf umuman muammosiz bu uyda. Shu darajada ko'p qilib qo'yilgan, baribir o'zimizning kiyim-kechagimiz ko'p bo'ladi, kerak-da baribir. Bu tomonimizda hojat xonasi. Yo'lak bo'ylab to'g'riga o'tadigan bo'lsa, bu yerda esa vanna xonasi qilib qo'yilgan. Mana vanna xonasini ham ko'rsak, даже kir mashinalargacha qo'yilgan. Bu yerda ham stroyniy shkaf. Hurmatli kuzatuvchilar, 2 xonali 4-qavatda joylashgan jami 6 qavatli novostroykada kadastr bo'yicha 60 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa $95,000. Agar mabodo pulingiz yetmasa, yarmini ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.